Marokand restoranida yangi menyu. Bu safargi menyu nafaqat bayram va tadbirlar uchun, balki oilaviy va do'stlar davrasida o'tirib har kun obed va ujiningiz uchun ayni muddao. Hozir esa sizlar bilan birgalikda ushbu taomlarni birgalikda tatib ko'ramiz. Endi esa asosiy taomlar. Menyuda bundan tashqari turli xil salatlar, pitsa, burgerlar, 5 xildan ortiq to'rt shashliklari, issiq taomlar, ichimliklar va desertlar bor. Agar siz ham bayramingizni yoqimli va mazali o'tkazmoqchi bo'lsangiz, Marokand restorani sizni kutadi.